Qo'yxonani qurguncha eng katta qilgan xatolarimdan bittasi o'sha tagini stechka qilib qo'yganman, ya'ni beton qilib qo'yganman. Mana shu meni qishga juda ham qiyinchilik tug'dirdi, chunki o'sha axlatini, suvini tortmaydi. Joyi kelsa bir xil tapilka bir kunga ham yetmay qoladi. Tagi juda ham rasvo, shilta, xullas nima qilishingizni bilmay qolasizda. Shuning uchun eng to'g'ri yo'li yo o'sha yerini o'zini qoldirish kerak yoki o'sha shebeng to'kib ustidan turpoq yaratib qo'ysangiz, o'sha ham ancha namini tortib olar ekan. Men endi tagini o'sha tagi tekis bo'lsin deb, keyin bu tarafga uklon berib, shunaqa qilib tagini qilgan edim. O'sha maqsadim o'sha siydigan ham axlatni ham o'sha uklon bilan chiqib ketadi deb o'yladim. Unaqa emas ekan. Qo'y o'sha axlati bilan to'ldirib, o'zi past tekis qilib qo'yganda, keyin o'sha yig'ilaverib, xullas tagi juda ham shilta bo'lib ketar ekan. Keyin tagini tozalash ham oson bo'ladi. O'sha axlatini yig'ib olish ham ancha oson bo'ladi degan maqsadga qiluvdim. O'sha qo'rani ichini betonini qo'partirib, o'sha shebeng qo'ydirib, ustidan turpoq tashlab moqchiman. Xudo xolasa buni ham qilamiz.